Coca-Cola City. Nima uchun K o'qiyapsiz, nima uchun S o'qiyapsiz? O'qib ketaverasiz, lekin mohiyatini bilmaysiz. 40 sekund ichida buni ko'rib chiqamiz. C tovushi I, E, Y tovushlaridan oldin kelsa, C o'qiysiz. City, century, cycle. A, O, U tovushlaridan oldin kelsa, K o'qiysiz. Cat, cotton, cat. Ikkita E, ya'ni o'zbekcha aytganda ikkita E yonma-yon kelsa, I o'qiysiz. Meet, make, ni. Ikkita O yonma-yon kelsa, U o'qiysiz, ya'ni U o'qiysiz. Spoon, food, tools. K va N yonma-yon kelganda K silent, umuman o'qimaysiz, tashlab ketasiz. Knife, know, knowledge, ni. Ushbu xabarni fonetikada hali ham xato qiladigan o'quvchingizga yoki do'stingizga jo'natib qo'ying. Ingliz tilidagi asosiy va kerakli qoidalarni men har kuni 40 sekund ichida kanalimda yoritib boraman. Instagramimga follow bo'lib qo'ying.